Bugun sizlar bilan o'sha mashhur Babe haqida gaplashamiz. Videomizni boshlashdan oldin videoga like, kanalga obuna bosish esdan chiqmasin. PUBG da 3 xil Babe bor: sariq, oq va siyoh rang. Shaxsan mening fikrim, Babe'lar ichida oq rangli Babe juda ham chiroyli. Babe bilan birinchi kollaboratsiya 3-sezonda amalga oshgan. Birinchi reliz siyoh rang Babe. Buni juda kam odam qo'lga kirita olgan, chunki keys juda qimmat edi. Ro'ppa-rosa 1 yildan keyin o'sha mashhur sariq rangli Babe bilan kollaboratsiya bo'ldi. Endilikda Babe'dan tashqari Babe UAZ, Babe skоворodka, Babe parashyut, Babe bezbolka, Babe futbolka bor edi. Birinchi keysdan buni farqi, Babe full setda 5000 UC'ga garant bilan olsa bo'lar edi. Obunachilarim orasida kimdir turnirga qiziqsa yoki turnir o'ynash niyati bo'lsa, sizlarga tavsiyam Type and Screams. Chunki birinchidan slotlar arzon, ikkinchidan o'yinlar primoy efirda bo'ladi, uchinchidan katta sovg'a, ya'ni 1 million so'm. Qo'shimcha ma'lumotlar kanalim profilida, ularning Screams kanaliga ссылка bor. Bemalol o'tsanglar bo'ladi. Videoga qaytsak, eng oxirgi Babe, ya'ni oq. Birinchi marta shu kiyimni Knyazning akkauntida ko'rganman. Bu kiyimni atiga 3600 ga sotasa bo'lar edi. Ma'lumcha juda zo'r narx, to'g'rimi? Ishonchli akkaunt savdo qidirayotgan bo'lsangiz, meni profilimga kiring, aktualnida Aksavdo, Habibullayev Sale. Cho'tki akkauntlar bor, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Yoki akkauntni bizga soting, yaxshi narxga olib qolamiz.